Premium kачестводagi shunaqangi asal bo'lgan ko'ylaklarimizni olib kelib qo'ydik qizlarimiz. Buni bir ko'rishda kofta yubka deb o'ylashinglar mumkin, lekin bu aslida dvoychniy ko'ylak qizlarimiz. Qaranglar, hijobli qo'ysingilarimiz sizlar ham mazza qilib kiyasizlar. Materiallari atlasnoy. Xohlasanglar qaranglar, yozda ham buni kiysanglar bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki mana ko'ylagi mana shunaqangi yengsiz qilib tikilgan, primoy bazaviy ko'ylak qilib alohida kiysanglar ham bo'ladi. Komplektida mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi chiroyli bo'lgan remeni bilan birgalikda qizlarimiz. Qaranglar, ustidagi rubashkasini ham boshqa narsalar bilan kollaboratsiya qilib bemalol kiyib ketsanglar bo'ladi. Ichidagi ko'ylagini ham o'zini asal qilib boshqa narsalar bilan kiysanglar bo'ladi. Qizlarimiz qaranglar, ranglar resvetkalari o'zim kiygan shunaqangi korishnoviy rangidan bor. Xohlasanglar mana qaranglar, bordoviy ranglardan ham olib kelib qo'yganmiz qizlarimiz. Bizda dvoyka, troykalarning assortimenti juda ham ko'p. Qaranglar, вечерный ko'ylaklarimizni ham sizlarga chiroylilaridan, qanaqa chiroyli asallarni olib kelib qo'yganmiz qizlar. Bemalol kelib o'zingizlarga yoqqan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizda вечерный ko'ylaklar shunaqangi assortimentlari juda ham ko'p qizlar. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Barchalarni Malik Shopda kutib qolamiz. Turistlarimizdan kuzatishda davom etinglar.